Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Gentra olgan edim. Shuni birinchi egalari sizlar ekansizlar. 3 yil avval biza sotgandik. Aka, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Xullas, shu Gentrani ichidan pul chiqdi. Agar sizlarniki bo'lsa, 60 ming dollar. Farhod, qani pul qanaqasiga yo'q bo'ladi? Qo'yganimizdan akaga mashinaga hech kim ham chiqqani yo'q. Shu pulni deb biznes ham ketdi. Endi nima qilamiz? Adam ahvollarini ko'rib turibsan. Mani mashinamni sotamiz. Sanikini ham sotamiz. Domni ham sotamiz-da, hovlida amallab yashab turamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Shu puldan nafratlanmayman aka. nega? Bu odamning operatsiyasi uchun olingan pul edi. Shu pulni yo'qotdik. Mashinalarimizni sotgunimizgacha otamdan ayrildik. Qo'lingizda pulingiz bo'lib turib, sotishga shuncha narsangiz bo'lsa ham, otingizni saqlab qolish nasib qilmabdi. Xudo hisob kitob qilganda bizani qo'limizdan hech narsa kelmas ekan.